Bugungi o'qiydigan hadisimiz Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Sizlar uchun unda ko'ngillaringiz istagan narsa muhayyo, hozir. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan u kishi aytadi. Kana yawman yuhaddithu Nabiy sallallohu alayhi vasallam va indahu rajulun min ahli al-badiyah. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlab turganlarida yonida sahroyi arablardan bittasi bor edi. Payg'ambarimiz shunday dedilar: "Anna rajulan min ahli al-jannati ista'dana robbahu fi az-zar'." Jannat ahllaridan bo'lgan bir kishi jannatga kirganida Parvardigoridan ekin-tikin qilishlikka izn so'radi. Jannatda dehqonchilik qilishlikka izn so'radi. Alloh taolo aytdi: "Qala lahu alasta fi ma shi'ta?" Qala bala, walakinni uhibbu an azra'a. Alloh azza va jalla unga: "Axir ko'ngling istagan narsani chidamasmisan? Ya'ni jannatda emasmisan?" "Ha, Parvardigor, lekin men ekishni yaxshi ko'raman." Dehqon odam ekanda. فأسرع وبدر فبادرت طرف نباته واستواؤه واستخصاده فكان أمثال الجبال. Alloh taolo izn berdi. Mana shu ekishni yaxshi ko'radigan kishi ekdi. Ekdi, o'sishi, unishi, pishishi, tog'dek bir katta xirmon bo'lib o'rilishi ko'z ochib yumguchi sodir bo'ldi. Bir lahzada nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Endi savol, qayerga boradi buni? Asfaltni bo'yab chiqib, dumbilni sotyapti, tog'izni sotyapti. Endi bu qayerga boradi bu? Jannatda ham bozor bo'ladi, birodarlar. Faqat u bozorda oldi sotdi bo'lmaydi. Juma kuni bo'ladi u bozor. O'ylamang, u yerga olmaydi. Bu ekin-tikin mana shu bandani ko'ngli ishtaho qilganligi uchun, ko'ngli shu narsani istagani uchun Alloh taoloning shu narsani muhayyo qildi. Fa yaqululloh azza va jalla dunaka ya ibn adam fa innahu la yushriuka shay'un. Ey odam bolasi, dedi Alloh taolo, seni dedi hech narsa to'ydirmaydi dedi. Payg'ambarimizdan bu ajib hadisni eshitib turib, boyagi yonida turgan Arobiy aytdiki: فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع. Ya Rasululloh, bu odam yo Qurayshlik yo Ansorlardan bo'lsa kerak dedi. Chunki ular ekin-tikin ekadigan xalq, biz esa sahrolar ekin-tikin ekmaymiz dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulib yubordi. Mana hadisning matni. Hadisdan olinadigan xulosalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini, sahroiylarni, iymon keltirgan kishilarning barchalarini jannatdagi ne'matlarni aytib, ularni shavqlantirar edi. Alloh taoloning ibodatiga ularni shijoatini oshirar edi. Chunki mana ishni qilsak, mana bu mukofot bor desa, haliga o'g'lingizmi yoki qo'lingizdagi xizmatchingizmi mukofotni o'ylab turib yaxshiroq ishlaydi. Payg'ambarimiz musulmonlarni mana shu jannat bilan shijoatlantirardi. Ikkinchidan, ikkinchi olinadigan xulosa, jannatiylar Alloh azza va jalla bilan birodarlar gaplashadi. Qiyomat kunida hisob-kitobdan o'tib, sirotdan qutulib jannatga kirgan bandalar jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlarni olar ekan. Bularning ichidagi eng oliy ne'mat Alloh subhanahu va taoloni ko'rishi va Robbilariga gapirishligi. Mana hadisda ma'lum bo'ldi, boyagi dehqon odam ekaman deb Parvardigorga nima qildi? Xitob qildi. Uchinchidan, jannatiylar jannatda nimani xohlasa, ular uchun muhayyo bo'linishligi mana shu hadisdan ma'lum bo'lib turibdi. Jannatiylardan biri aytar ekan, boshqa hadislarda keladi, Parvardigor farzand ko'rishni xohlayman der ekan. Farzand ko'rishni xohlar ekan. Birodarlar, bu farzand ko'rishlik degani bilasizlar, bu hayz, nifos, bu narsa bo'lmaydi. Ahli yaqinlik qiladi, tug'ilishi, o'sishi, ulg'ayishi bir lahzada bo'ladi. Olmaydi aqlimiz. Payg'ambarimiz bekor aytmayapti-da, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonni aqli bovar qilmaydi. Hozir mana dars tugaydi, talabani tugatamiz, uylarga borib turib
bir yotib o'ylab ko'ringlar-da, eng zo'r lazzat ne'matni dunyoda. Eng hayolingizga umuman erk beringda har qancha tasavvur qilmang, zo'r rohatni, jannatdagi rohat, ne'mat bundan boshqacha bo'ladi. Chunki biz aqllarimiz nima qilingan? Chegaralangan, cheklangan. U yerdagi narsani siz bilan biz aqlimiz bavar qilmaydi tushunishlikka. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Alloh aytadi, sizlar uchun u jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalaringiz bordir va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz bordir. Nimani xohlaysiz? Nimani xohlaysiz? Nimani xohlashdan bilmay qolasiz, birodar. Chunki u jannatga borganda aqlingiz yetmaydigan ne'matlarni ko'rganingizdan keyin yana nimani so'raysiz? Nimani so'raysiz? Ko'linglar nimani kutsa shuni xohlaysiz. Dunyoda nimani orzu qilardingiz? Hammasi bo'ladi. Zo'r bir ovoz egasi bo'lish xohlamidingiz? Ovozli eng go'zal odamsiz bo'lasiz. Chunki jannatiylar jannatga kirganda birodarlar, qari bo'lib o'ladimi, yosh bo'lib o'ladimi, mo'min jannatga kirar ekan, erkak kishi 33 yosh bo'lib kiradi. Ayollar, muslimalar 18 yoshlarda qanday bo'lgan bo'lsa, mana shunday bo'lib kiradi. Erkaklar, birodarlar, yuzlari Yusuf alayhisalomdek go'zal bo'lib kiradi jannatga. Ovozlari Davud alayhisalomdek shirin bo'lib kiradi jannatga. Bo'ylari Odam alayhisalomdek 60 metr bo'lib kiradi jannatga. Va jannatiylarning hammalarining qalblari xuddi bitta odamning qalbidek bir-biriga nisbatan gina kudurat bo'lmasdan, xuddi tug'ishgan aka-ukadek o'tiradi. Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Biz ularning qalblaridagi gina kuduratlarini deydi Alloh olib qo'yamiz. Oltindan bo'lgan so'rilarda yastanib, bir-birlariga xuddi tug'ishgan akalardek bir-birlariga qarab o'tiradi. Qayerda bu? Biz nimani so'rayapmiz Allohdan? Biz dunyoda qo'yapmizmi? Biz nima deb o'tiribmiz bu yerda? Nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar. Parvardigor, biz sendan jannatingni so'rayapmiz. Azobingdan panoh tilaymiz. Birodarlar, bir odam ikkinchi odamga mehmonga borsa, mezbon imkoniyatiga qarab turib mehmonni mehmon qiladi. Qanchalik bir imkoniyati katta bo'lsa, mehmondoshlik zo'r bo'ladi. Ziyofatxonasi, mehmonxonasi, dasturxoni unga mehmoniga ko'rsatadigan marhamati cho'ntagiga bog'liq va himmatiga bog'liq. Ming himmatli bo'lganda ham himmati chegarasi bor, odamda himmatining chegarasi bor. Mashina mindirib olmaydi hech qachon sizga. Ja bo'lsa durraga chigib beradi, shu to'tammo. Har qancha boy bo'lsin chegarasi bor, lekin jannat kimning mehmonxonasi, birodarlar? Alloh azza va jallaning fazli marhamatini chekib olma. Alloh taoloning imkoniyatini chekib olma. Alloh taolo cheksiz qudrat egasi bo'lgan zot. Ana shu joyga intilishimiz kerak. Ana shu joyga. 4-dan jannatda inson xohlagan ishi bo'lishi mumkin. Alloh bunga qodir zot. Ekin ekaman deyapti, ekin ekdiyapti. Farzandli bo'laman deyapti, farzandli bo'l deyapti. Nimani xohlaysiz? Nimani xohlaysiz? Ana yo'lga ko'rayda nimani xohlashingiz mumkin. Yoki naqadar 1, 2, 3, 5 ta narsa o'zi siz xohlaydigan narsa, eng ko'pi. Ishonmasanglar sanab ko'ringlar. Shu 6-si o'sha takrorlanib qoladimi, birinchisi bo'lib. Bizda hatto moronimiz ham cheklangan. Lekin jannatda bu ne'matlarning cheki yo'q. 5-dan mana insof qilaylik. Inson o'zini nafsi haqida fikr qilib ko'radigan bo'lsa, oxirat uchun yaralganligini topadi. Qaytaraman, hazm qilaylik. Yaxshilab insof qilib o'ylab ko'rsak, o'zimiz haqimizda. Biz dunyo uchun emas, oxirat uchun yaralganligimizni topamiz. Nimaga deysizmi? Dunyoda hamma boylik sizniki bo'lganda ham qanoatlanmaysiz. To'g'rimi? 10 ming qolsam yetar degansiz. Savdogarlar 10 ming bo'ldi. Keyin aytdingiz 20. Xo'p, xullas sen qanchaligini o'zingizlar bilasizlar? Yetyaptimi? Yetmaydi. 2013-yil mashina olib minasiz, 2015 chiqadi. Inson zoti dunyo uchun yaralgan emas. Mo'min odam jannat uchun yaralgan. Chunki hamma yoqda Alloh berib qo'ygani ham rozi bo'lmaydi, to'ymaydi. U qachoniki jannatga kiradi, Parvardigordan so'rab oladi, shunda qanoatlanadi. Bu to'yamiki, bu qurib ketgan nafsimiz deb so'raydigan bo'lsak, aytamiz, yo'q, dunyoda to'ymaydi. Qayerda to'yadi? Jannatda to'yadi. O'shuni ham so'rayapti, qarang. Farzandli bo'laman deyapti bittasi, bittasini erkin-tikin qilaman deyapti.
Bu jannat rohat ziyofatxona edi, nima qiladi? Endi ekishni ham o'zi rohatdir unga qarang. Ekib qo'yadi bo'ldi. Tog'dek hosil turibdi. Rohatmi? Rohat. Qilgan ishingiz chiroyli bo'lganini ko'rgan paytingizda bilasizmi, qanaqa quvonasiz? Demak, inson oxirat uchun yaralgan. Dunyoda to'ymaydi u. Milliard puli bor odamlar, yerdan chiqayotgan neft hisobidan milliarder bo'layotgan odamlarga ham yetmayapti, qaranglar birodarlar. Shu sotib olgan 2 gektar yerdan neft chiqib qoldi, hech narsa qilmaydi. Bitta neft kashf qiladigan kompaniyaga berib qo'ygan, prosta dividend yeb yotibdi-da, shunga nima qilmaydi? Yetmaydi. Insonga yetmaydi. Shuning uchun ukalar, mana tushunchani to'g'rilaylik boshidan. Dunyoda inson to'ymaydi. Allohning qulchiligini qilsam, hayotim farovon bo'ladi, xotirjam bo'laman deb qulchilikda Allohning ibodatiga kuchimizni beraylik. Menman degan jahongirlar ketdi birodarlar. Yer yuzini titratganlar, yer yuzini qo'liga shunday jamlaganlar hammasi nima bo'ldi? Ketdi. 6-dan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu arobiy sahroyini so'zini eshitib kulishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kamtar zot bo'lganiga bir dalili. Qadagi sahroy odam rahmatan lil alamin bo'lgan zotni oldida turib gapirsa, Rasululloh eshitib turibdi. Quloq solib, haligini gapidan ta'sirlanib kulyapti. Bo'lmasam bir davlatda boshliq bo'lgan odam mensimasa bo'lardi buni. Olib chiqmam, chiqarib tashlayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kamtarligidan dalolat. Alloh taolo barchamizni Firdavsul a'loga yaqin qiluvchi bo'lgan amal, so'zlarga muvofiq qilgan bo'lsin. Jannat ayollarining go'zalligi. Bu mavzuda gapirganda hamma erkaklarning uyqusi yoziladi. Jannat ayollari, hurlar. Mo'minning jannatdagi ayoli, agar xotin dunyoda mo'mina bo'lib yashagan bo'lsa, bu ayol erini rozi qilib, eri ham Allohni rozi qilib jannatga kirgan bo'lsa, mana shu ayoli bilan jannatda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannat ayollari va hur ayinlarning sifatlarida ular hayz va nifosdan pokiza bo'ladilar. Hayz nifos bo'lmaydi ularda. Agar mo'mina jannati bo'lgan bo'lsa, uni jamoli shunday bir chiroyli bo'ladiki, payg'ambarimiz aytadilar, agar jannat ahlidan bo'lgan bir ayol bu dunyo osmoniga chiqarilsa, uni chiroyidan dunyo yorishib ketadi. Uni hididan dunyoni xushbo'y hid tutadi va boshidagi ro'moli, qarang, ro'moli bo'lar ekan. Buxoriydan bu hadis. Boshidagi ro'moli dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq deydi. Bitta ro'moli. Vallohi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu odamlarning kiyimlarini chiroyligidan deyapti payg'ambarimiz. O'ljaga tushgan kiyim chiroyli ipakdan, tillar bilan bezatilgan kiyimlar kelganda o'lja bo'lib, oddiy kiyingan, sodda bo'lgan, haligi qimmatbaho hashamatdor kiyimlarni ko'rib turib, shundan ajablanyapsizlarmi chiroyiga? Allohga qasam, Sa'd ibn Muozni jannatda qo'lini artib tashlaveradigan ro'molchasi bulardan ko'ra yaxshiroq deydi. Yerga qamchini bir ursangiz qancha chizadi? Vallohi jannatdagi bitta qamchi tegadigan yer dunyo va uning ichidagi narsalardan ko'ra afzalroq degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriydan keltiriladi, jannatga birinchilardan bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Ular jannatni tupurishmaydi, najosat chiqarmaydi, tellaydi. Faqat tellari mushk ambarning hidi bo'ladi. Ularning ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan. Ularning har birining ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Chunki u yerda muammo bo'lmaydi birodarlar. Birodaringiz uyga bordi, zo'r mehmon bo'ldi, uyga ketish kerak, tashvish. To'g'rimi? Sizni xo'ringiz bilan o'tirganingizni birodaringiz bostirib kirib kelaveradi, jannatingizga ko'rmaydi xo'ringizni. U ham xo'ri bilan kirib kelyapti o'zi. Oxiring, biz eshikda borib turinglar deysizda bezilib turasiz dunyoda. Eshik yopiqmikin, bir xotin xalas chiqib qolmasmikin deb turib, haligi erkak kishisiz, g'ayursiz, rashqi keladida o'ylanasiz. Ammo jannatda bu muammo yo'q, kelaver deysiz. Birodarlar, shu yerga intilish kerak. Shu yerga intilishlik kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymiz dunyoga kirgizishdi. Xohlaymizmi, xohlamaymiz dunyodan chiqarishadi. Faqat chiqayotganda yutib olaylik.
Jannatchilar jannatga kirgandan keyin Alloh taolo aytadi: "Yana ham ziyodaroq qilaymi?" deydi ne'matni. Parvardigor, yana bormi? Axir jahannamdan chiqarmadingmi? Yuzlarimizni oq qilmadingmi? Sirotdan o'tkazmadingmi? Jannatingga kirgizmadingmi? Yana ham bormi? Alloh taolo aytadi: "Sizlarga qaytib g'azab qilmayman" deydi. Alloh taoloning g'azab qilmasligi bu jannatlarga berilgan eng ulug' ne'mat bo'ladi. Lillazina ahsanu al-husna va ziyada. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun eng go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam deb o'ylaman" deydi. Jahannamdan oxirgi bo'lib chiqib, jannatga ham oxirgi kiradigan bandani bilaman dedi. Bu kishi oxirgi bo'lib chiqdi. Kuydi, azoblandi. Alloh biladi 100 yil turdimi, 1000 yil turdimi, 10 ming yil turdimi chiqdi. O'tdan qochib kelar ekan, o't bir yetadi. Qochib qoladi. Bir yetmaydi. Yana ozgina yurgandan keyin o't kelib yana uradi. Payg'ambarimiz hikoya qilib beryapti, birodarlar. Haligi odam o'tdan bir narsa qiladida chiqib oladi. Oxirgi chiqayotgan odam jahannamdan. Qalbida zarracha iymoni bor odam jannatga kiradi, birodarlar. Amallari ko'pligi uchun, gunoh amallari ko'pligi uchun do'zaxda kuyadi, lekin bir kun chiqadi. Mana shu oxirgi odam jahannamdan chiqib kelyapti. Undan keyin hech kim chiqmaydi. O't yetmaydigan masofaga borib olgandan keyin sendan meni qutqargan Alloh azza va jalla buyuk deydi. Va dunyodagi eng katta ne'mat egasi ekanligini his qilib o'tiradi. Chunki qutuldida o'tdan, birodarlar. Haligi o'tda kuyib azoblanyotdi-da 1000 yilmi, 500 yilmi chiqib turib, sendan qutqargan Alloh har narsadan, har qanday aybdan pok deb rozi bo'lib o'tiradi. Chunki chiqdi-da. Hali hech narsa berilmadi bunga, lekin azobdan qutuldi. Birodarlar, ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, zato tanish sog'u. Pulingiz ko'p bo'lmasa, zato qarzingiz yo'q-ku. Ko'ring siz turgan holatingizni ne'matligini. Shunda Alloh taolo shu bandasini erkalatib, jannat daraxtlaridan bo'lgan bir daraxtni ko'zida yetadigan masofaga ko'rsatib qo'yar ekan. Banda rozi turgan holatidan, banda boshqa narsani so'ramayman degan, lekin Alloh taolo erkalatib ko'rsatib qo'yar ekan. Shunda banda daraxtga qarar ekan, o'zini holiga qarar ekan, "Ey Robbim" der ekan, "Shu daraxtga yaqin qilgin meni." Alloh aytar ekan, "Ey odam bolasi, agar uni bersam, yana ziyoda qil deb so'ramikinsan?" "Yo Parvardigor, shu daraxtni bersang bo'ldi, qaytib hech narsa so'ramayman" der ekan. Alloh Karim zot nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Berar ekan. Haligi banda daraxtni ostiga kelganidan keyin uni soyasidan, mevasidan, hididan, haroratidan huzur olib, eng katta ne'matni menga beradi deb o'tirar ekan. Chunki yo'qda ko'rmadi undan zo'rrog'ini. Bizdan zo'rroq ne'mat olgan odamni ko'ramiz, o'zimizni ne'matni ko'rmaymiz. U shunday bir holatda turgan paytda Alloh taolo nandaroqdan undan ham chiroyliroq daraxtni yana ko'rsatib qo'yadi. Haligi banda qaytib so'ramayman deb va'da bergan. Lekin banda u, ojiz u, zaif u. Alloh nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Daraxtga qarar ekan, o'zini holatiga qarar ekan, oxiri chidamasdan Parvardigor, ana shu daraxtni ham ber der ekan. "Ey odam bolasi, axir so'ramayman deding-ku, beraver Parvardigor" der ekan. "Agar uni bersam, bundan ham ziyodani so'rarmikinsan?" Parvardigor "Boshqa so'ramayman bo'ldi" der ekan. Undan ham kattaroq daraxtda turibdi, endi bu undan ham zo'r. Endi zo'r bo'ldi deb tursa, Alloh taolo jannatga yaqin, jannatning darvozasiga yaqin bo'lgan yana bitta daraxtni ko'rsatadi. Shakir qo'ymaysizmi ona jannatga tez-tez. Mana ko'ringlar-da. Shu yerda o'tirgan odamlar har xil holatdamiz. Ijtimoiy, iqtisodiy holatimiz har xil. Lekin jannat haqida gapirilsa, oxirat haqida gapirilsa, qalblarimiz bir xil huzur oladi. Nimaning alomati bu? Siz bilan bizdagi iymonning alomati. Endi hech narsa ta'sirini o'tiribsizmi? Qilib. U meni aybim emas. Agar sizga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sizning muammoingiz. Chunki boshqalarga ta'sir qilyapti. Haligi banda Parvardigoridan shu daraxtni ham so'raydi. Alloh taolo beradi unga. Beradi. Endi hech narsa so'ramayman deb o'tirganida Alloh taolo jannatni qizil oltindan bo'lgan darvozasini ochib qo'yadi.
Daraxtni tagida o'tirib maza qilyotdi. Alloh taolo endi jannatni ham ko'rsatib qo'ydi. Jannatdagi qasrlar, xizmatkorlar, bog'lar, qushlar, suvlar, sharoblar buni ko'rgandan keyin banda sabr qila olmaydi. Yana qaytarib aytamiz, Alloh azza va jalla nimaga ko'rsatyapti buni? So'ranglar mendan deyapti Alloh taolo. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum deyapti, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Robbim meni jannatga kirgiz deydi. Ey odam bolasi deydi Alloh taolo. Nima qilsam rozi bo'lasan, nima qilsam xursand bo'lasan? Jannatga kirishsam bo'ldi deydi. Kir deydi. Deganda banda xijolat bo'lib, Parvardigor joy qoldimikin menga deydi. Chunki kim oxirgi bo'lib kiryapti bu? Oxirgi bo'lib kiryapti. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi, agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana shunchani qo'shib bersam, mana shu dunyo hayotimizdagi 2 barobar keladigan, yer shariga 2 barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi der ekan. Dunyodagi qaysi podshoning mulki yer yuziga teng? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat? Oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimcha yana bir jannatni bersam rozimisan deganda Parvardigor meni masxara qilyapsanmi der ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi dedi. Nimaga kulyapsiz deyishuvdi? Rasululloh kuldi dedi. Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizlarmi dedi. Rasululloh nimaga kuldi dedi. Boyaga Parvardigor meni masxara qilyapsanmi deganda Alloh taolo kuldi dedi. U eng oxirgi bandasiga Alloh taolo eng oxirgi jannatga kirayotgan bandasiga shuncha marhamat qilyapti. Ertaroq kirganlarga nima bor ekan? Alloh taolo unga faloncha ne'matni beringlar deydi. Banda roziman deydi. Alloh taolo yana shuncha beringlar deydi. Banda roziman deydi. Yana shuncha beringlar, roziman. 4 marta aytadi. 2 marta emas, 4 marta aytadi. Alloh taolo aytadi. Yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Kimga? Oxirgi kirgan bandaga. Sahobalar buni eshitib, "Ya Rasululloh, bu oxirgi kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzilatdagi nima beriladi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning aqli bovar qilmaydigan ne'matlar." Kirar ekan bu, davomi bor. Kirib, huri ayinlardan ikkitasi uning oldiga keladi. U kufr aytadi, "Seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin" deydi. U kishi aytadi, "Menga hech kimga berilmagan" xotin maqtanar ekan. "Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi" deb turib ayollarning oldida maqtanar ekan. "Menda dunyoga 10 barobar keladigan jannat bor" der ekan. Birodarlar, bir otani Alloh taolo jannatdagi manzilatini ko'tarar ekan. Qiyomat kuni tilla tosh kiygizar ekan. Nurdan bo'lgan libos kiygizar ekanki, Parvardigor meni bunchalik avalim yo'qdi-yu, qayoqdan keldi bu narsa? Farzandingga Qur'on o'qishlikka sharoit qilib berganing uchun va farzanding Qur'onni ta'lim olib, unga amal qilganligi uchun deydi. Ko'raylik, farzandlarimizga nimani ta'lim beryapmiz, nimani o'rganishlikka ularga bir sharoit yaratib beryapmiz. Nimani deb odamlar bir-biridan itmushib yuribdi birodarlar. 5%, 3%, 10% foydali odamlar umrini o'tkazib yuboryapti. So'raylik o'zimizdan. Mana shu jannatga biz oshamiz-mi, yo'qmi? Mana shu jannatga kirishda umidimiz bormi, yo'qmi? Birodarlar, muborak Ramazon kechalarida o'tiribmiz. Boshqa oylarda qilingandan 70 barobar ajr ko'p bo'ladi bu oyda qilingan amallarni. Qadriga yetaylik. Qadriga yetaylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.